Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Cobalt mashinasi 2017-yil 307 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-peysi avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Kraskasi 32 ta petnos bor ekan, ko'rsatib o'taman. Zavodskiy bo'loladi akalar. Salonlarni akalar ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yaxshi holatda 307 ming probeg mashinaga yaxshi qo'l ko'rli solingan akalar. Temir gaz bo'loli ustanovka qilingan texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Birinchi petno mana orqa bagajda mana shu yerda bir qilich petnosi bor ekan. Ikkinchi petnosi shu oldida karnizda petnosi bor. Qolgan joyi top-toza o'zingiz uchun tekshirib, pererka qildirib olasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Texnik holatdan ham hech qanaqa muammosi yo'q deyapti. Buni ham o'zingiz uchun tekshirib, pererka qildirib olasizlar. Generalniy davingiz ham chiqadi akalar. Okamiz bilan to'g'rishib bo'ladigan narxi deyaptilar. $7050 baholadi. $7050 ga 2017-yil 307 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-peysi avtomat korobka Cobalt mashinasi. Buni telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.